Ana bu videoga diqqat bilan e'tibor beringlar-da. 8 yil oldin turmushdan ajraganimda, ishim bor, pulim bor, erimni nima qilaman, bolalarimni boqib olaman degan. Men unda yosh bo'lganman, ahmoq bo'lganman. Men to'g'risini aytaman. Hozir esa mana ming afsus qilaman. Turmush o'rtog'im bilan ajrashganimga. Men nima uchun o'sha paytda o'sha erim xiyonatini ko'zimni yumib keta olmadim. Men shu yil ichida ersiz yashagan bo'lsam, hali unisi ikkinchi xotinga taklif qiladi, hali bunisi свободное отношение deyishadi-ku. Va kasallik paytingizda ularning ko'magi bilan vaziyatdan chiqqansiz. Shu bir kunda Allohdan so'radim, yig'lab o'laman turmush o'rtog'imga yetkazib, lekin hozir shunaqa afsus qilaman. Iltimos, ayollar, mayli, erkak kishi yursa yurar, lekin ozgina mелочь uchun ajrashmaylar.